Barchalarga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qaranglar, taot zonalarini ko'pchilik so'rayapti. Qaysi paralarda ishlatsa yaxshi ishlaydi deb so'rayapti. Eng zo'r paralarni sizlarga hozir ko'rsatib, isboti bilan keltirib beraman. To'g'ri, mana bu para bor. USD GPY, ya'ni yena, USD yena. Bu parada ozgina boshqacha tizim bilan ishlayman, lekin bu tizim taot zona bilan birga qo'shib ishlatsanglar, ishoninglar, tilloda juda bir ideal darajada effekt beradi. Yevro bilan GBP funt sterlingdan juda bir udar ishlaydi. Nasdaq любой parada ishlab beradi. Prosta men USD GPY da ozgina uzoqroq muddatga o'yin bo'lib ishlashim uchun taot zonani ozgina qo'shmaganman bu narsaga. Kamdan kam ishlataman. Qo'shmaganman desam juda bir xunuk holat bo'ladi. Kamdan kam ishlataman. Bu emote time frame da ishlatiladi. Buni albatta hozir video oxirida ko'rsatib o'tib ketaman. Lekin undan oldin sizlarga taot zonani qaysi paralarda ishlash ehtimoli yuqori, shuni bir qator aytib o'tib ketaman. Qaranglar. Birinchi zo'r ishlab beradigan para bu tillo. Tilloda ideal ishlab beradi. Ishoninglar bolalar, qaranglar hozir. Ishonmasanglar ko'rsatib beraman sizlarga yana. Mana yerda biz selga kiryapmiz. Nimani hisobiga selga kiryapmiz? Mana yerda qora range'da, mana bu qora range'da ikkinchi sel zonasida taot zonamiz bor mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu yerda mana taot zonamizga kelyapti. Biz savdoga kiryapmiz mana shu yerda. Bunda sirazi kirmayapmiz. Razvorot model hosil bo'lgandan keyin kiryapmiz. Tushunyapsizlarmi? Chunki monetlarda nima uchun biz taot zonalariga kelganda sel misol mana shu yerda stop loss shuncha stop loss olgandirsizlar deyish mumkin-da. Kimdadir ideya tug'ilishi mumkin. Mana shu yerda sizlar taot zonalarga kelgan bo'lsa stop loss olganmisizlar? Yo'q. Qachonki razvorot bersa bozor, razvorotning model shakllansa, keyin savdoga kiriladi. Любой strategiyada ICT da ham, SNR da ham, SMC da ham, xullas любой dunyodagi boriki, jamiki strategiyalarda bunday zonaga kelishiga kirib yuborilmaydi. Avvalo tasdiq olinadi. M1 time framedan, kichkina time framelardan tasdiq olinadi. Katta time framedan zona olinadi. Xo'p, endi sizlarga shu tasdiq olishni men har bitta video darsligimda ko'rsatib o'tib ketaman. Bu video darslikda xuddi o'sha tasdiq asosida katta time frame'da chiroyli natija qilishni ham bir qator ko'rsatib o'tib ketaman. Qaranglar. Bizda taot zonamiz tilloda avvalo effekti yaxshi, ko'z tegmasin. Hozircha ishlayaptimi? Ishlatish kerak, bosish kerak. Bu любой anaqa xonasiga ishlatsa ishlayveradigan narsa. Xo'p, endi boshladik. Mana bu yerda ko'k range turibdi, to'g'rimi? Mana shu ko'k rangega bunday qilib tortadigan bo'lsak, to'g'ri kelmayapti. Bizda ikkinchi anaqa zonamiz buy zonaga to'g'ri kelyapti. Endi bu yerda bizda H1 time frame'da ham zonamizga to'g'ri kelyapti. Ya'ni bu umuman boshqa tema, buni o'chirib yuboraylik, chalg'ib qolmaylik. Xo'p. Razvorot hosil qilish uchun bizga nima kerak? Mana bunaqa narsa kerak. Zonamiz, mana bu yerda biz zonamiz bo'lsa, zonaga kelyapti, yaqinlashyapti, yana maksimum, minimum va zonamizga kirgandan keyin maksimum, undan keyin yana minimum shakllansin, xohlasa shakllanmasin. Undan keyin maksimumni yorsa, ya'ni W holati kuzatilsa, mana shu holatda bizda bu qaytib keladi va savdoga kiriladi. Tushunyapsizlarmi? Buni yorgandan keyin emas. Mana shunga o'xshash bir modellar shakllanmasa, biz zonamizdan foydalana olmaymiz. Bizda mana bu yerda, ya'ni mana shu yerda savdoga kirish uchun bizda shans bo'lgani yo'q. Shuning uchun savdoga kira olganimiz yo'q umuman. Biz bu yerda o'tkazib yubordik shunchaki. Chunki Aziyani ham buy zonasiga to'g'ri kelmadi bu. Shunchaki o'tib ketdi. Xo'p, undan keyin selga ishlashni boshlayapmiz. Selga albatta bilamizki, New York sessiyasining sel zonalari juda aktual ishlab beradi va New York bilan birga undan keyingi sel zona ham juda zo'r ishlab bergan. Tushunyapsizlarmi? Qaranglar. Misol uchun bizda mana bu New York sessiyasi bo'lsa, New York sessiyasini anaqa taot zonasi, ya'ni sel uchun beradigan bizga zonasi, mana sel zonasiga beryapti. Undan keyingi qora rangeimizga ham to'g'ri kelyapti bu. Uchini tiqyapti, ketyapti. Xo'p, bizda razvorot bu yerda ham razvorot bergani yo'q. Shuning uchun biz bu yerda ham savdoga kira olmadik.
Ya'ni biz o'zimiz ko'rgan model shakllansagina kiramiz. Agar shunchalik duxi baland odamlar bo'ladigan bo'lsa, mana zonaga keldimi, har bitta zonadan risk qiladigan bo'lsa, yaxshi natija qilishi mumkin. Lekin mana bunaqa sun'iy o'sish jarayoni bo'lib qoladigan bo'lsa, bilinglar, oqqani o'sha bo'ladi, oqadi. Shuning uchun doim chiroyli savdo qilish tarafdoriman. Zonaga keldimi, tasdiq bersa savdoga kirish kerak. Bozor hozir to'xtab qolgan. Endi mana bu tasdiqni men hozir nima sababdan oldim? Bu yerda bizda buy zonamiz bor, mana Aziyani buy zonasi. Mana shu buy zonadan reaksiya olyapti bozor, reaksiyasini berdi. Endi bizda savol tug'iladi. Bizda razворотный model shakllandi mana shu yerda, juda chiroyli shakllangan. M5 time frame ga oladigan bo'lsak, M5 time frame da ham juda bir chiroyli shakllanib bergan. Biz albatta M15 time frame ga kelishiga bu yerdan savdoga kira olmaymiz, chunki stop lossimiz yuqori bo'lib ketadi. Bizga qachonki mana bu pastdagi zonamizga kelsa, mana shu yerdan savdoga kiramiz va 1 ga 2 ishlaymiz yetadi. Ya'ni bunaqa uzun bo'lish shart emas bizga mana shu. Bo'ldi. Mana shu bizga take profit. Qolgan narsasiga tupuramiz. Shunchaki. Xuddi shu holatda shu modelda ishlashni maslahat beraman va qaysi paralarda endi chalg'imaymiz. Paralarga keladigan bo'lsak, birinchi mana tilloda zo'r ishlab beradi. Ikkinchi bo'lib euro GBP, ya'ni euro funt sterling. Bunda biz savdoga kirdik bugun. Kanalimizdagilar bilan birga degan bo'lardim. Yo'q, kanaldagilar bilan kira olmadik. Chunki yil oxiri otchetlar bo'ladi bozorda va hokazo va hokazo. Xullas, bozorga, kanalga ko'p ham ideya bermayapman to'g'risi. Lekin Bitcoinga, ya'ni Bitcoinga emas, Euro USD ga bergandek, selga qani mana shu yerdami degan o'chib ketmagan bo'lsa agar. Euro o'chib ketib qolibdi bu. No, mana bu narsani ham o'rgatib o'tib ketaman degandim sizlarga. Emote time frame da qandoq qilib ishlashlik haqida. Bu juda ideal darajada ishlab beradi. Ishonmasanglar, bozorda bek test qilib natijasini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Agar sabringlar yetsa, buni o'rgataman. Xo'p, yana videodan chalg'ib ketyapmiz-da. Mana shunaqada hali cho'zilib ketadi-da. Xo'p, birinchi o'rinda tillo, Nasdaq, Euro GBP va S&P 500. S&P 500 da buni ishlatmayman, boshqa narsani ishlataman. S&P 500 da to'g'risini aytsam, katta time frame da ishlataman S&P 500 da. Mana shu 4 ta parada zo'r ishlab beradi. Mana bu USD JPY da to'g'risi ishlatmayman buni. 1-2 marta ishlatib ko'rdim. Zonamizdan ozgina behurmatlik qilib 1-2 marta o'tib ketgani uchun bunda ishlatmayapman. Ishlamaydi demayman, ishlaydi. Prosta tasdiq olinishida ozgina xatoliklar bo'lib qolingan bo'lishi mumkin boshqa. Lekin eng zo'r ishlab beradigan paralar Euro USD, GBP USD. GBP USD da men ishlamayman, lekin Tavot mana Fibonacci juda zo'r ishlab beradi. Undan keyin tillo shu 4 ta para xullas. Telegram kanalimga yozib qo'yganman. Bemalol kirib ko'rib olsanglar bo'ladi. U qani? Mana Telegram kanalimga mana yozib qo'yganman. Euro USD, Euro GBP, HOW USD, Nasdaq. Mana shu 4 ta parada ishlatsanglar o'zi yetadi. Любой prop kompaniya bilan ishlasanglar, mana shu 4 ta para bir kunlik normal narsa. Xo'p, endi mana u GBP USD GBP da o onasini yemsin. USD GBP voy onasini yemsin. USD GP USD GP da qanday qilib mana bu razворот modelni ishlatsa bo'ladi. Xo'p, qaranglar. Doim bozorda maksimum va minimum shakllangan bo'ladi. To'g'rimi? Eng kuchli razворот olgan joy. Misol, mana yerdan eng kuchli razворот olyapti-da. To'g'ri, sizlar aytishingiz mumkin, maksimumga borganda shunday kirib orasan. Yo'q, maksimumga borganda ushonmay qolishingiz mumkin yoki aniq zonani bilmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun katta ob'yom bor joyda eng yaxshi yo'li bilishdi. Bu yerda razворот shakllangan bo'lishini bilish. Ya'ni boya aytganimdek, hozir ko'rsatib beraman. Maksimum, minimum, maksimum, minimum, maksimum, maksimumni yoradi va minimum, ya'ni mana bu minimumni ham yorgandan keyin bizda mana shu yerda ya'ni sham hosil bo'lib beradi. Ya'ni oxirgi tanasi bilan buzilgan sham. Mana bu minimum esa bizga likvid. Ya'ni bu yopgani yo'q, buni sweep qilgani yo'q. Shuning uchun bizda mana shu sham
deylik M5 time frame'da shakllandi bu narsa. Mana shu yerga qaytib kelmadimi, ikkita korreksiya, ikkita yoki 3 ta korreksiyadan keyin mana shu yerga yana qaytib kelsa, mana shu yerda orqaga reaksiya berish ehtimoli bor. Tushunyapsizlarmi? Endi katta time frame'da, misol uchun M30, H1 time frame'da xuddi shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, bu qachon qaytib kelsa ham razvoroti bor degani. Endi u degani sizlar mana shu yerdan savdoga kirib, ya'ni mana bu zonalar bo'lsa, mana M30 ga zona tortib olyapsizlarmi? Minimum. Mana shu minimumidan sizlar savdoga kirasizlarda maksimumiga stop loss qo'yapsizlar. 1 ga 2 ishlasanglar sizlarga yetadi mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana qizil sizlarga entry zona bo'lyapti, stop loss tepada bo'lyapti. Ya'ni maksimumda, o'sha range da maksimumda. Va sizlarga o'sha 1 ga 8, bizga kerak bo'ladi 1 ga 2. Shu yog'iga qaramayman men. Men doim shu 1 ga 2, 1 ga 8. Agar haligi zo'r uverim bo'lib qoladigan bo'lsam, bezubitga qo'yib ushlashim mumkin qanchadir qismini. Lekin unda ham ko'p ham ushlavormayman. Qaranglar, endi mana bu minimumda ham minimum shakllangan, oxirgi, ya'ni mana bunaqa tushib kelayotgan range ichida. Mana xuddi shu holat bo'lganda, mana bu yorgan tanasi bilan. Mana shu yerda bizda tana yorilib bergan, mana shu yerda. Undan keyin mana bu maksimumga chiqib yoryapti tanasi bilan. Qayerdandir qaytib kelyapti-da, mashinga zonaga kirmasdan qaytib chiqib ketyapti. Ya'ni qachondir mana shundoq aylanib kelib, mana shu zonaga vippada kelyapti-da. Biz savdoga kiryapmiz, stop lossni o'sha eng minimumiga qo'yapmiz. Mana shu yerdan o'sha bozor yana reaksiyasini olishni boshlayapti. Mana ko'ryapsizlar. Stop lossga yeta degan, lekin stopni olmagan akalarim. Mana shu yerdan o'sha ketyapti bozor. Xuddi shunaqa holatda kutib, sabr qilib ishlasanglar, bolalar juda bir yaxshi natija qilishinglar mumkin. Endi mana yerda nimani hisobiga savdoga kiryapman? Qaranglar, bu yerda kuchli range bor-da, mana ko'ryapsizlarmi? Yorib o'tib ketish kerak bo'lgan, haligi nima deydi? SNR deydimi sizlarda? Bozorda talab taklifga qarab yurish, albatta bu realniy narsa. Bu yerda o'sha zonani yorib chiqib ketgan oxirgi minimum da bizga razvorot shakllantirib bergan bozor mana. O'sha razvorotga kelyapti-da, mana shu yerdan biz savdoga kiryapmiz, o'sha ketyapti. Stop lossga nisbatan hisoblaydigan bo'lsak, 1 ga 2 sootnosheniyani o'sha bizga yana biroz muddatdan keyin может take profitimizni olib berar. Hozir mana shu yerdan kirgan savdo bitimlarimiz bezubitkada turibdi. Yo take profit oladi, yo bezubitkani oladi. Xuddi shunga o'xshash tizimda ishlasanglar bo'ladi. Endi taot zonalarimiz albatta boshqa paralarda, ya'ni mana bu euro USD paralarimizda juda ideal ishlab beradi. Mana endi mana shularni o'rgatishni boshlasam, ya'ni Fibonacci tortamiz. Maksimumdan minimumga Aziyaga qarab tortyapmiz. Mana bizga zonamizga kelyapti va razvorotni beryapti. Mana. Xo'p, endi mana New York, yana misol New Yorkga tortyapmiz mana. Bizda zonani beryapti, mana yerda zona bor. Mana bozor yana reaksiyasini olyapti. Endi qaranglar. Mana shu yerda nima shakllangan? Bizda bu yerda mana M15 time frame'da mana ko'rayotgan bo'lsanglar minimum va maksimum shakllangan. Ko'ryapsizlar? Minimum va maksimum. Maksimumni yorgandan keyin mana bu shamga bozor qaytib kelmagan. Mana shu shamga bozor qaytib kelmagan. Va bozor qaytib kelgandan keyin reaksiyasini olyapti. Ko'ryapsizlarmi? Bozor doim bu ishlab bergan narsa ishlab keladi. Endi qaranglar, range qaranglar. Mana bu qora range ga qarab tortadigan bo'lsak, mana o'sha meydan selga qarab ishlashni boshlanyapti. Ko'ryapsizlarmi? Meydan o'sha sel ketyapti. Bozor juda bir sodda, oson bozorni o'rganish. Faqat tartib kerak, sabr kerak, bo'ldi. Boshqa narsa emas. Mana bizda ikkinchi sel zonasida mana shu yerdan o'qiyapti mana. Ko'ryapsizlarmi? Bozorda bilmadim. O'sha bozor chiroyli yurishlari ko'payib qolgan ancha. Yangi yildan keyin yana ham zo'r bo'lib ketadi. Mana. Selga. Bolalar 1-2 bu yetadi. Любой odamga yetadi. 1-2 soatnosheniya. Ishonaveringlar. Yani qayerdan ko'rsatib beray? Mana shu yerdan men qaranglar, mana misol Aziya sessiyasini oladigan bo'lsak, ham bayga, ham selga. Mana bir kunda 2 marta bitta parada 2 marta ham ishlab beryapti. Bitta range o'zi.
Odatda bu 2 kun, 3 kunda bir zonaga kelib qolsa ishlab berish kerak. Ko'ryapsizlarmi, qanchalik zo'r ishlab beryapti. Prosta foydalanish kerak bu narsalardan. Mana Tavot zona ideal, bunaqa topolmaysizlar, ishoninglar. Chunki buni Farruh aka o'zi anaqa qilgan, nima deydi, yasagan deydimi? Mana men misol uchun kun ochilyapti, Aziya sessiyasini olyapti-da. Aziyani mana bu zonasiga kelgandan keyin уже tashayapti bozor baribir. Endi tasdig'ini olib savdoga kirsanglar, bolalar ilashib olasizlar-da, cho'tki ilashib olasizlar, ilashib olasizlar. Mana bu joyda bizda boyagi narsa razvorot shakllanyapti, razvorot. Mana shu yerda. Mana shu yerda razvorot shakllanyapti. Mana shu razvorotdan savdoga kirilyapti bozor holatida. Tushunyapsizlarmi? Endi yevro GBP da ko'rsatib beraman. Bu men sevgan para, juda bir boshqacha ishlaydi bu parada, bu anaqamiz. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha Aziyani maksimumigacha men chiqish ehtimoli bor deganman, lekin 1 ga 2 o'sha biz yopganmiz. Mana shu yerda yopish kerak bu. Bo'ldi, 1 ga 2 yetadi. Tamom. Olda qoch bozordan. Xo'p, mana bu yerdan ideya berganmiz kanalga. Mana shu zona aktual, ya'ni bizga ishlash ehtimoli yuqori deyapmiz-da. Mana bu yerdan M1 time frame'ni tasdig'ini olyapmiz-da, savdoga kiryapmiz. Buni kanalga tashab qo'yganman. Kirsanglar ko'raverasizlar. Xo'p, endi bunda bo'sh joy qolmabdi, ko'rsatib beray desam sizlarga-chi. Qaranglar mana edi. Mana bu qora rangeimizdan tortyapmiz-da. Ikkinchi sell zonasi bizdagi. Mana bu SNR deydimi, nima sizlarda SNRmi yoki korreksionniy order blok deb qo'yay. Mana korreksionniy orderga to'g'ri kelyapti-da, savdoga kirilyapti. Stop lossini prosta aniq beryapti. Mana stop loss kiryapmiz. Bo'ldi. Ikkita tasdiq bitta bo'ldimi, savdoga kiryapman. Endi qaranglar, buni buy zonasini qaranglar. Mana yerdan buyga qarab chiqib ketyapti. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu yerdan buyga qarab chiqib ketyapti. Bu shum vafsheda, prosta foydalanish kerak, o'rganish kerak, bosish kerak. Bunda qiyin joyi ham yo'q. Misol Fibonacci'ni tepadan pastga, pastdan tepaga tortib qo'yish qiyin emas-da. Misol mana yerda sell zonani beryapti-da, sell zonamiz atrofidan уже mana shu yerdan mana ikkinchi sell zonaga kelib ham ketyapti mana. Prosta bu yerda nima kerak bizga? Tasdiqni olishni bilish kerak xolos. Mana shu yerdan mana bozor ketdi. Quvalab. Mana buni qaranglar, mana shu yerda. Range ga tortadigan bo'lsak, mana yerda bizga buy zona beryapti. Buy zonadan уже yana chiqib ketyapti bozor. Ving'illagancha chiqib ketyapti. Bu yangilikka to'g'ri kelgan mashina. Yangilik vaqtida mana shunaqa ishlab beryapman. Ko'ryapsizlarmi? Tilloda mana shu oxirgi nechta yangilik, 4 tami, 3 ta yangilikda ishlagan bo'lsak, o'zi yangilikda biz umuman ishlamaymiz. Juda bir ideal darajada ishlab berganda, tushunyapsizlarmi? Trendiy liniya bilan ishlaydiganlar bo'lsa, misol mana yerdan savdoga kirganda, mana shu yerdan savdoga kirgan bo'lsa ham, trend liniyada ishlaydiganlar. Ya'ni RTS dan kirgan bo'lgan taqdirda ham biz buni maksimumidan kirganmizda, tushunyapsizlarmi? Maksimum, ya'ni mana shu yerda qaranglar mana. Qora rangeimizdan tortadigan bo'lsak, bizda sell zonasiga to'g'ri kelyapti mana. Sell zona, mana shu yerda bizda sell zona beryapti. Mana shu yerdan o'sha savdoga kirilyapti. Shunaqa gaplar. Endi bu yerda bizda razvorotni katta time frame'da bizda sell zona bor edi. Juda katta time frame'larda ham bu Fibonacci tortib ishlatsa bo'ladi. Katta time frame'da sell zonasi bilan bizdagi barcha zonalarimiz bitta to'g'ri kelgani uchun mana shu yerdan biz kirdikda uzoqroq ushlashga harakat qildik. 1 ga 3 ishladik. Oqqanini qaranglar, bu kasobatini. Zonamizga kirib turiblar mana. Tavot zonamiz mana. Tavot zonaga kiryapti, o'qiyapti mana, ko'ryapsizlarmi? Prosta bomba, ishlash darajasi bomba. Buni albatta hali hech kim kopiya qila olmaydi, chunki misol men YouTube'ga olib chiqayotgan bo'lsam, YouTube'ga olib chiqib bu misol Ikromjonov FX yaratgan deya olmayman. Sababi buni уже patentlashtirilgan, ya'ni bu hujjatlashtirilgan. O'zbekistonda bu уже dokumentalniy. Agar kim bundan foydalansin, tekin narsa. Lekin yaxshi o'rganib turib buni et-betini o'zgartirib yoki bo'lmasam Tavot zonani qanaqadir
INFX misol keltiryapman. INFX zona yoki shunga o'xshash bir qancha zonalar bilan atab olsa, bilinglar, javobgarligi bor. Endi meni mana Fibonacciga saqlanib qilib qo'yganimning sababi, endi INFX prosta o'zimga qulay bo'lsin deb INFX zona deb qo'yganman. INFX stop loss take profit deb saqlanib qilib qo'yganman. Buni hech bir anaqasi zarari yo'q. Chunki men birorta bir videoyimda buni Fibonacci to'g'risida o'zim yaratganman, o'zim qilganman deb olib chiqmaganman. Chunki buni kreatori yaratgan odam, mana shu Fibonacci'ni terib tahlab chiqqan odam Farruh aka, ya'ni Tavot FX kanalini admini. Mana zo'r ishlab beryapti mana. Bilimlariga bilim qo'shilsin. Xudo xolasa yaxshi ishlab beryapti shu kungacha. Bundan tashqari juda ko'p tizimlarimiz bor. Endi bu tizimlarda asta-asta bitta-bitta olib chiqishga harakat qilamiz. Ustoz endi misol qo'y deganini qo'yamizda endi biz ham. Shunaqa masalalar, shunaqa gaplar. Undan tashqari mana bunaqa o'zimiz kashf qilgan narsalar bor, ya'ni tilloda shunaqa ideal darajada ishlab beradigan narsalar bor akalar, sizlar bilmaysizlarda. Bozorda mana shu quvlasanglar chiqaveradi. Bozorda eng zo'r ishlaydigan narsa bu o'zingizlar ixtiro qilib, o'zingizlar ideya qilib, o'zingizlar tuzgan narsa. Video 30 minut bo'lib ketdi, ya'ni 10 minutdan 3 marta, 10 minutdan 2 marta bo'ldi. Endi 3-chisiga qarab ketyapti. Video cho'zilib ketmasligi uchun video to'xtatamiz. Qaysi paralarda ishlashini aytdim. Qanday qilib ishlatishni aytdim. M1 time frame, M5 time frame da razvorot olishni bilasizlar. Ko'rsatdim. Bilmaganlar bo'lsa, anaqa kanalimga o'tsanglar bemalol ko'rib olasizlar YouTube kanalimizda. Hop, yana nimani o'rgatdim? Bu yerda mayda Bitcoin'da agar cho'zilib ketmasa, Bitcoinga o'zimning fikrimni aytib o'tib ketsam. H1 time frame da Bitcoin razvorot shakllantirib bergan, juda chiroyli shakllanish qilib bergan razvorot. Shuni hisobiga men shu H1 time frame dagi razvorot zonamizga kelishini kutib turibman, bolalar. Mana shu zonamizga kelsa, stop lossni qanday topishni hozircha bu katta zonalik uchun uni hali ideya qilib ko'rmadim to'g'risi. Lekin mana shu zonani yarmiga kelganda ideya qilamiz biz. Ya'ni mana bu boshidan kirib olmaymiz bu yerga. Agar mabodo endi bir tavot zonalarimiz Bitcoinda juda zo'r ishlab beradi, tavot zonalarimiz kelib bersa, mana shu zonalarga kirishga harakat qilib ko'ramiz. Endi vaziyatga qaraymiz yana. Shunaqa gaplar akalar. Misol, men Bitcoinni ham bitta ko'rsatib beray sizlarga. Qaranglar. Mana bu tavot zonamiz mana. Kelyapti-da, bayga chiqyapti. Stop lossini olmasdan bayga chiqyapti-da, birinchi take profit olyapti. Xo'p, ikkinchi zonasi mana. Ikkinchi zonasiga mana kelyapti-da. Ving, yana yuqoriga uchishni boshlayapti. Xo'p, endi qaranglar. Mayli, bu uzoq ketdi. Bu endi kechagi narsa deydigan bo'lsalar, bugungi holatdan kelib chiqib sizlarga ko'rsataman. Aziyani tortadigan bo'lsak, Aziyani birinchi buy zonasi mana bizga to'g'ri kelyapti mana. Buy zonamizga kelyapti-da, bozor orqaga otyapti. Endi qaranglar, sell zonani qarab turinglar bolalar. Mana bu yerda Londonni tortadigan bo'lsak, Londonni sell zonasiga kelyapti-da, sell pastga qarab tashlashni boshlayapti bozor. Xuddi bu bozor nima deydi? Siz chizasiz, bozor yuradi. Endi kechagi holatdan kelib chiqadigan bo'lsak, qaranglar. Londonni tortadigan bo'lsak, Londonni zonalari mana buy zonalari to'g'ri kelyapti. Misol Aziya eng birinchi o'rinda Aziya turadi. Aziyani tortadigan bo'lsangiz mana. Aziyani mana bu buy zonasi, birinchi buy zonasi, o'zi Londonni ikkala buy zonasini ham ichiga olib kirib ketyapti. Xullas shunaqa. Mana ketdi bundan. Undan keyin Londonda endi sell zonasiga qaratib tortadigan bo'lsangiz, mana bizda sell zonani beryapti. Mana shu yerdan o'zi bozor mana tashayapti. Bozor sodda juda bir. Buni ishlatishni bilish kerak xolos. Ya'ni ishlatishni bilish kerak deganda misol mana shu zonangizga kelgandanglar kirib olsangiz ham siz misol win rateingiz yuqori bo'laveradi. Chunki bu isbotlangan, ya'ni 10 tadan 7 tasi ishlab beradi. Ya'ni bu yerda stop loss, take profit aniq ko'rsatilgan mana. Misol mana bu zona bo'lsa, birinchi sell zona, birinchi sell zonani stop lossi mana tepasida turibdi, qizilda. Mana bu ikkinchi sell zona, ikkinchi sell zonani stop lossi ham aniq berilgan. Xuddi shunaqa holatda ishlatilgan.
Agar mabodo shunda zonangizga kelgandan keyin agar risk qilib kiradigan bo'lsangiz, stop lossni bir xilda qo'yib, unda ham sizni win ratingiz yaxshi bo'laveradi. Ya'ni 60%, 65-70% bo'lib beraveradi-da, demoqchiman. Xuddi shunaqa qilib ishlatasiz. Nasdaqda ham yaxshi ishlab beradi akalar. Prosta Nasdaqda volatility juda yuqori mana. Nasdaqni ko'rgan bo'lsanglar mana, bayga ketishdan oldin biz taot zonamizga kirib, assalomu alaykum deb keyin ketyapti mana. Ko'ryapsizlarmi qanaqa uchish qilib bergan kechadan beri. Biz savdoga kirganmiz, selga ham, bayga ham kirganmiz. Xuddi shunaqa qilib ishlasanglar, bozor yaxshi narsa. Endi video cho'zilib ketmasin. Barchalarga omad, sog'lik, salomatlik. Bunaqa like, podpisatsiya bosib qo'yinglar. Если cho'ga kerak bo'lib qolsa yana bundan keyingi videolarimiz, chunki hali nima deydi, yangiliklar ko'p. Sizlar eshitmagan, sizlar ko'rmagan, sizlar harakat qilib ko'rmagan yoki bo'lmasam ancha munchasi o'rgatmagan yangiliklar ko'p. Endi mendan nima cho'ntagimdan ketamidi, shuning uchun o'rgatib qo'yaveramiz. Keyingi safar xudo xohlasa 2026-yil Farruh akalar bilan shu kurs ochish masalasi bo'ladi. Balkim bo'lmar, endi bilmadik. Agar bo'lib qolsa, chunki sir sinoatlari bor, narsalar bor, ya'ni bu Fibodan tashqari yana bir ikkita Fibonaccilar bor. U Fibonaccilar boshqacha ishlaydi, boshqacha tizimda ishlaydi. Mana 1618 deb yozib qo'yganimga ham qaramanglar, bu umuman boshqacha, ya'ni Muslim Ali akamizni Fibonacci'sidan ancha farq qiladigan Fibonacci. Bularni hali o'rgatib o'tib ketamiz. Xudo xohlasa keyingi videolarda abdushi qo'llab turinglar. Prop kompaniyaning ham videolari chiqadi yana.